Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turganlar, tomosha qilayotganlar. Oriyat donodan eshittiramiz hamda ko'rsatamiz. YouTube kanali orqali bemalol bizni namoyishimizni ko'rishingiz mumkin. Mehmonimiz O'zbekiston Davlat san'at va madaniyat instituti teatr san'ati fakulteti 4-bosqich musiqali teatr aktyorligi bo'limi talabalari. 5 takam artistlar, 5 takam ijodkorlar. Rahbari professor Rashid Usnatov bundan bir necha yillar muqaddam mana shu yerda Oriyat donoda mehmon bo'lgan, bevosita baxshichilik san'ati, qoraqalpoq baxshichilik yo'nalishlarida go'zal ijrolarni qilib bizga yaxshi bir ma'lumotlar berganlar. Bugungi kunda mana shu kurs bilan birga bir nechalarini uchirma qilib chiqardilar. Mana yangilar va bularni ham teta poyasini sekin-asta uchirma qilishga tayyor bo'lib turibdilar va yaqindagina Turobto'la asari Farhod Olipov musiqasi bilan Nodira Begim musiqali spektaklini Muqimiy teatrida keng ommaga namoyishini ta'minlagan kishilar qatorlarida. Domlasi bilan tanishsak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz domla. Shu vaqt bo'linglar. Salomat bo'ling. Rahmat. Avvalo taklif uchun rahmat. Mana shunaqa bizlarning bir kamtarona mehnatlarimizni baholab, mana shunaqa bir katta Oriyat donodek radio kanaliga taklif qilib, mehmon qilayotganlariniz uchun rahmat. Bizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarga hammasiga assalomu alaykum. Salomat bo'lsin, omon bo'lsinlar. Bular ko'pchilik, tag'in ham biz 3dan 1, 4dan 1 qilib olib keldik. Bitta kurs nechta bolalar Bolalarimiz 20 ta. Bu yerda endi asosan olib keldik kursimizdan mana shu boya aytib o'tganimizda o'sha Oriyat mana shu spektaklimizdagi asosiy rollarni ijro qilgan qahramonlarni olib kelishga harakat qildik. Nodira Begim spektakldagi asosiy rollarni ijro etgan personajlar, aktyorlar bugun Oriyat donoda va bizga jo'r bo'lishlari uchun oq u qorada jo'r bo'ladigan Iroda xonim Vafoyeva bizni jo'r novozimiz. Bir necha yillardan buyon mana shunaqa shogirdlarni tayyorlashda billalashib, mana shunaqa shogirdlar bilan ishlayapmiz. Irodaxon bo'lmasa, bu bizni o'ng qo'limiz yo'qday. Qolaversa, men tanishtirib o'tay bu yog'ini, Bahodiraga iloji bo'lsa, mana yonlarimda turgan orqasida bu meni yonimdagi shogirdim, katta shogirdlarimdan, yonimda assistent o'qituvchi deymiz. Katta o'qituvchi Bobirjon Husanov. Qolaversa, bu yog'imizda mana shogirdimiz, mana 4-kurs musiqal teatr aktyorligi o'sha Nodira Begim spektaklida asosiy qahramonlardan o'sha Nodira Begimning farzandi Madali rolini ijro qilgan Shahbozjon Latipov. Buning naryoqda turgan mana bizni bu ham shogirdimiz, xuddi spektaklda asosiy spektaklni ushlab turadigan qahramonlardan biri bu Haqquli obrazi, Haqquli rolini ijro qilgan shogirdimiz Diyorbek Azamov. Endi hayajon bosyapti lekin. Qolaversa naryoqda turgan bu albatta spektaklning asosiy Amir rolini ijro qilgan yaxshi shogirdlarimizdan Hasanboy Ibragimov. Qolaversa asosiy qahramon bu spektaklning nomi bilan bilinib turibdi, o'sha Nodira Begim rolini ijro qilgan eng yaxshi shogirdlarimdan bu ham manakay bu Mehrinoz Begim Abdullayeva. Ana, demak aziz do'stlar, asosiy mana shu ishtirokchilar bilan tanishib oldinglar. Bugun Oriyat dono xalfanada teatr mikrofon oldida ozgina bo'lsa-da Nodira Begim spektakli haqlarida so'z yuritamiz. Ariyalari, aytiladigan so'zlari, monolog, dialoglardan foydalangan holatda sizga bir spektakl namoyishini ta'minlashga harakat qilamiz. YouTube kanalida yozuvlar ham chiqadi, shu yerdan o'qib ketaveramiz. Mana Jamoliddin Daminov yozibdilar. Xayrli kech qamaga hormaylar debdilar. Salomat bo'ling. Fikrlarni o'sha yerdan o'qib ketamiz YouTube kanalidan. Hamda qo'ng'iroq bo'lsa 71 203 10 65 qisqa lo'nda gaplashasizlar. Men domlani ulab boraman. Ustozlari savollarga javob berib ketadilar. Qolganlarini ijro bilan e'tiboringizga havola etamiz. Birinchi ijro boshlansin domla. Birinchi ijromizni biz endi baribir asosiy qahramon o'sha Nodira Begim bilan boshlasak, shuning uchun shogirdlarimiz mana Mehrinoz Begim Abdullayeva o'zining bir yaxshi o'sha musiqali teatrda haqiqatan ham mana shunaqa narsa bor. Bu so'zdan ariyaga o'tish degan joylarda mana shuni hozir Xudo xolasa muxlislarimizga qanday bo'lishini, ijro qanaqa bo'lishligini bahol qudrat ko'rsatadi. Yashang, musiqali dramani asosiy qiladigan ishlari so'zdan musiqaga, musiqadan yana qaytib so'zga o'ta olishlarini namoyish etamiz. Marhamat. Menki qoldim Hajr vayronida besamon bo'lib.
Yor kelmas kulbayi ehzonima mehmon bo'lib. Dasht sahrodin so'rog'im topolmay ila. Aylanib keldim yana g'am uyiga hayron bo'lib. Shamsar toqadam o'rtandi, fano o'rgandim. Qurbon qatrai shabnamni hayo o'rgandim. Gulu bulbul so'zidan bargi navo o'rgandim. Ostonang itidin ramayi vafo o'rgandim. Endi bir necha mahal xizmat ustod qilay. Va lekin topmadim orom hargiz. Sharob o'rniga zahri jom hargiz. Bahor keldi, ko'zim gulga boqmadi aslo. Bahor keldi, ko'zim gulga boqmadi aslo. Emas paydo. Falakdan o'tdi fig'onim, quyoshga yetdi unim. Hanuz kam bo'lmadi bu oxunago. Hanuz nodira kam bo'lmadi bu oxunago. Yashang, rahmat, barakalla, omon bo'linglar. Teatrning hidi keldi. Teatrning musiqali spektaklning hidi keldi. Omon bo'lsin. Davom etamiz qisqa reklamdan keyin. Davom etamiz aziz do'stlar. Oriyat donada jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot. Mehmonlarimiz 4-bosqich musiqali teatr aktyorligi bo'limi talabalari yaqindagina bo'lib o'tgan diplom spektakli Nodira Begim asari haqida gap ketyapti. Rahbarlari Rashid Usnati biz bilan muloqotda. Nima uchun Nodira Begimni tanladingiz, domlajon?
Xo'p, Bahodir aka, endi baribir o'zingiz ham shu yo'nalishda bizlardan oldin tugatgansiz, yo'nalishni bilasiz. Endi Nodira begimni tanlashimizdan maqsad albatta o'zingiz bilasiz, birinchi kursdan boshlab o'sha bularning abituriyent bo'lib kelgandan boshlab biz o'sha abituriyent bo'lib kelganda imtihonda o'tiramiz va o'sha paytdan boshlab o'sha plan qilamiz. Musiqali drama olgan paytda eng qiyinchiliklardan bittasi qizlarni oladigan bo'lsak, bittasining ovozi soprano bo'lishi kerak. Bir ikkita uchta alt bo'lishi kerak. Bolalardan bir ikkita uchtasi tenor bo'lishi kerak. Bir uchta to'rttasi bariton bo'lishi kerak. Qahramonga qarab, keyin xarakter bo'yicha olamiz. Xuddi shunaqa olib bo'lib turib, bunda o'ylab qaraymiz keyin. 2 yil davomida qani nimani olib borsak bo'ladi. Chunki biz ishlab chiqaruvchi emas. Biz albatta shogird ishlab chiqaradigan joyga tayyorlaymiz-da. Shuning uchun bolalardan kelib chiqib, o'zidan kelib chiqib, o'zining xarakterini ochish uchun shu bolaga mos, talabaga mos spektakl tanlaymiz. Shuning uchun ham bulardan oldin 3-kursda marhum ustozimiz rahmatli, o'zingiz ustozingiz Nasrullo aka Qobilov professor edilar, joylari jannatdan bo'lsin. Xuddi shu ustozimizni 3-kurslarda olganmiz. To'da asarini olganmiz. Bu asarni ham rahmatli ustoz tirik edilar o paytlarda. Ko'p maslahatlashganmiz va buni yangicha yo'nalishda bir pop, jaz musiqalar qo'shib bular bilan topshirganmiz. Bir yaxshi spektakl bo'lgan. Undan keyingisiga Nodira begim asarimizni tanlashimizdan maqsad ham dual ta'lim, mana prezidentimizning qarori bilan o'sha chiqdi. Mana shunga bir labbay deb javob berish maqsadida teatr bilan ishlab chiqarish bilan o'sha institutni bog'lash maqsadida Muqimiy teatrini yetuk aktyor aktrisalari bilan o'sha teatrning rahbariyati bilan, bosh rejissyori bilan kelishgan holda o'sha mana shu to'xtamga keldik. Albatta bu Turabto'la asari buyuk asar, haqiqatan ham klassik asar. Qolaversa buni musiqalarini ham o'sha buyuk kompozitorimiz Farhod Alimov bastalaganlar. Mana shu asarga to'xtadik va shu asar 3-kursning o'sha yarmidan boshlandi. Совместный qo'shma bo'lib ishlandi va bu asarimiz o'sha yozda kanikulga ketishdan oldin topshirildi va keyin bu asarni o'z bilasiz, marhum rejissyorimiz Bahodir Yo'ldoshev, O'zbekiston xalq artisti, o'zi musiqali spektakldan bittagina spektakl qo'ygan. Bu ham bo'lsa 90-yillarda mana shu Nodira begim asari. Shuning uchun 80-yilliklarda shu bilan ochilish bo'lgan ekan teatrda. Shuning uchun ham 7-sentyabr kuni ham ustozning tug'ilgan kunlari edi. Shu munosabat bilan ochilishida Muqimiy teatrida katta bir bayram bo'ldi. Rahbarlarimiz keldi, vazirlikdan keldi, bizning rektorimiz, albatta professor Nodirbek Baxtiyorovich ham tashrif buyurdilar. Yaxshi fikrlar bo'ldi. Mana shunday qilib tug'ilgan asar bu. Yashang, rahmat. Ko'pchilik yozyapti YouTube kanalda Davron Bahodirovga rahmat, Lutfullaga rahmat, Rossiyadan ko'rib turibmiz, talabalarga rahmat deyishyapti. O'lmas Boboyev yozibdilar o'sha yerda. Rahmat, kuzatib turganlarga, eshitib turganlarga rahmat. So'zimizni qisqaroq qilamiz. Navbatdagi ijrolarimizni ham sekin 2-ko'rinishga o'tamiz, 3-sahnaga o'tamiz. Endi navbatni albatta xuddi mana shu asardan Nodira begim bilan o'sha farzandi, o'sha Madalixonni sahnasi bor. Bu yerda haqiqatan ham endi aytib o'tib ketsam bu qiziq bo'lmasa kerak. Shuning uchun to'g'ridan to'g'ri mana shu yerda bir tomosha qilsa, o'g'li bilan Nodira begimning Madal ikkalasining sahnasi va xuddi o'sha joyda yana bitta ariya. Ariya bu monolog. Yashang, marhamat. Hop. Marhamat. So'raymen. Ishimga aralashmang onajon. Ayab o'tirmayman. Onam ekan deb. To'lanbug'u qani? To'lanbug'u? Bu jangda. To'lanbug'u kecha seni sadoqatli, haqquli mingboshi sipohlaringning maktubini olib amirga eltgan. Yo'q. Qani u? O'sha xat. Dalil, dalolat. Dalil tong otarda yo'qoldi to'sat. Nahotki inonmasang, o'z onangga ham. Xat qani xat? Qo'qon ko'ppagiga amirning xati. U xat adodan edi. Mana bunisi Haqqulidan. Ado hazratlari. Shahar intizor. Amir al-Muslimin huzurlariga.
12 darvoza arkoni davlat. Qo'shin boshida ham o'z sipohlarim. 12 boz 12. Boz 12. Qiziq. Bu qanday xunxoz 12? 12 ertami? Ikkinchi boz 12. Balki darvoza 12. Uchinchi boz 12. Balki soat. Amir al-Muslimin topgan qanoat. Poy qadamingiz intizor kutib, Xokisor Qo'qand ado haqqul. Uning dastxati. Bolam, Dastxati? madala, Yo'q. jon bolam. Bo'lishi mumkin. Otang emas. tasarrufin tabarruk bilsang, Nahotki agar haq ko'rmay qilib desang xiyonat xarobasini jon bolam boshimizga Yo'q. kalxat kulmasin desang, ukalaring bilan yarash madali. Bo'lishi mumkin Jon emas, bolam, onajon. ukalaring bilan Bo'lishi yarash mumkin bolam. emas. Yo'q. Xiyonatkor. Haqquli. Mal'un. 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 Xiyonatkor. Yo'q. Menga ey falak qasdu jon aylading. Firog ilkida notavon aylading. Surayyodir ohim o'qg'a nishon, qaddimni o'qg'a kamon aylading. Surayyodir ohim o'qg'a nishon, qaddimni o'qg'a kamon aylading. Vafo ko'rmadi charxtin ey ko'ngil, falakni base imtihon aylading. Visolini hijron etib ey firoq, latofat bahorin xazon aylading. Visolini hijron etib ey firoq, latofat bahorin xazon aylading. Menga ey falak, menga ey falak qasdu jon aylading. Menga ey falak, menga ey falak qasdu jon aylading. Qasdu jon aylading. Barakalla yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Har ikkalalarga ham juda chiroyli bir-biriga bog'liqliklar bo'ldi. Bahodir Xolmurodov yozyaptilar. Rashtog'aga salom aytib qo'ying. Salomat bo'lsin. Rahmat deyaptilar. Yuqorida Qibray tumani 26-sonli maktabdan ustozimizga Rashtog'aga rahmat deb qo'ying degan yozuvlar paydo bo'ldi. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Mashrabjon Abdurahimov yozyaptilar. Barakalla deyaptilar. Shogirdlarga, ustozlarga deyaptilar.
Rahmat, omon bo'linglar. Bu yigitimiz ustozodami? Otasi ham aktyormi? Albatta, Muhammad teatrining yetakchi aktyorlaridan Azizxon Latifning o'g'illari. Ha, olman tagiga olma tushibdi-da. Ha, shunday bo'lgan. Olman tagiga olma tushib, mana biz ham yaxshi tanimaganda keyin bilib qoldim, otasi zalda o'tirganidan, boshqadan tabriklaganda rektorimiz o'zlari sahnaga chiqib buni ismi sharifini aytganlarida men shundan quvondimki, demak mana shunday ishlar. Kecha ham ozgina sizlarni e'loninglar avval aytib o'tgandi, bu ikkita institutni hamkor institut san'at dargohlarini bir-biriga bo'lgan mehr muhabbati, bir tomondan Azim Mullaxonov, bir tomondan Nodirbek Sayfullayev. Hozir bizni xonamiz ham bor u yerda. Albatta, u yerda o'zi aytib o'tadigan haqiqatan o'zingiz eslatib qoldingiz Bahodir aka. Haqiqatan ham bundan oldin haqiqatan ham ularga amaliyot paytlarida teatrlarga borganda bolalar baribir qiynalardi-da. Chunki kirish, nima qilish, endi ishxonaga borgandan keyin u yerda qanday sharoit bo'ladi, nima bo'ladi, shuning uchun baraka topsin. O'sha noyabr oylarida boshlandi, o'sha mana shu 25-yil o'sha paytda mana shunaqa fikr tug'ildi. Mana shu bizlar baribir qayerga tayyorlaymiz? Musiqiy o'sha teatrlarga tayyorlaymiz. Shuning uchun bir masalan o'sha bir filial ochsak degan fikr keldi-da. Shuning uchun ko'p o'ylashdik, ko'p maslahatlashdik rahbariyat bilan. Shuning uchun bir haqiqatan ham o'zbek teatr san'ati, kino san'atida eng bir darg'a onalarimizdan Aya nomini chiqargan, nomi bilan bizda qolib ketgan shu Lutfuqalim Aya Sarimsoqova nomiga bizning musiqiy teatr san'at kafedrasining filiali tashkil bo'ldi. Juda bir yaxshi bo'ldi bu ham. Haqiqatan ham o'sha yerdan teatrning o'zidan bitta xona ajratildi. U xonalar dizaynlar qilinib, hozir borsa haqiqatan ham bir maza qiladi. Zo'r bo'pti, chunki ko'p eshitardik talabalardan amaliyotda band ekan, spektakl bo'layotganda biz xalaqit qilyapmiz, shovqin qilamiz, to'polon qilamiz. Shunaqa bo'lyapti. Bizlarning hozir fanlarimiz ham o'sha yerda bo'lyapti. Ba'zi bir darslarimiz ko'chma dars o'sha yerda o'tilyapti. Shunaqangi zo'r teatr bilan shunaqa bog'landi. Mana shuni rahbariyatga ham rahmat deymiz. Omon bo'lishsin. Alisher Shamsiyev yozibdi, zo'r, mazza qilib, maroq bilan xorda qolib, oilaviy tomosha qilyapmiz. Toshkent viloyati Toshkent tumanidan deb yozilgan ekan. Mana shunaqa bu yerda sizlar mazza qilinglar deb. Biz oramizda shunday odamlar borda, Rashid og'a. Biz teatrga bora olmaymiz. Imkoniyatimiz cheklangan, nogironmiz, boshqamiz, u bu uzodamiz, yo'ldamiz deganlar bor. Ana o'shalarga oriyat dono bir spektakl olib kelib berish, konsert qilib berish, nimadir qilib berish haqlarida ko'p rahmatlarni aytishadi. Shuncha rahmatnomalar qatorlarida biz harakat qilamiz. Juda bo'lmasa bir spektakldan namunalarimiz jonli tarzda uni qachon olib, men qachon montaj qilib qidirib yuraman-u, mana hozir jonli, rostakam. Teatr o'zi jonli-ku, rostakam-ku. Shuning uchun rostakam xatosi bo'lsa xatosi bilan, kamchiligi bilan. Yana radioda mana tushuninglar, orada pauzalar bo'lishi mumkin. Bular teatr uchun o'qiyapti. O'sha pauzani men kesib yura olmayman. Shuning uchun oradagi pauza bilan muloqoti bor buni onasi bilan, o'g'li bilan shunaqa joylar o'tayotgan bo'lishi mumkin. Soatlarni o'tkazamiz 19:30 va davom etamiz.
Davom etyapmiz aziz do'stlar, jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot talabalar hamda ustozlari mana shu yerda Nodira begim spektakl haqida to'g'ridan-to'g'ri spektaklni namoyishi Oriyat donoda mana videoda ko'ryapsizlar, hatto telefonda tomosha qilyapmiz yozishyapti. Ulug'bek yozibdilar. Nimadan mumkin bo'lsa bemalol tomosha qilsangiz bo'laveradi. Televizor bormi, internet bormi, nima bor? Nima oldingizda bo'lsa ko'rinadigan o'shalardan ko'rishingiz mumkin. Talabalarga ham yuzlanaylik. Talabalar assalomu alaykum. Bormanglar. Yaxshimi o'qish endi? Xudoga shukr. Azobu nimasi yaxshi? Juda ham a'lo darajada. Azobku hech kim kelmayapti-yu institutga. Tinchgina serialga tushib qo'ysang, tezroq chiqasan. 4 yil o'qidim erinmasdan. Tezroq taniladi. Tezroq tanilasan. Kichkina vayinchalar ko'p. Serialchalar 1,5 daqiqalik, 2 daqiqalik hamma shunday qilyapti-yu. Sizlarmi 4 yil o'qiysizlar ovora bo'lib? Hammani qonini gapiringdek. Ha, rostini aytaver, kesib yuboraman u joyini. Avvalambor bizni tomosha qilib turgan barcha shu Oriyat dono radiosi muxlislariga, barcha yurtdosh vatandoshlarimizga assalomu alaykum. Ustozimiz Rashid Usnatov aytganlaridek, teatrda hammasi jonli deganlaridek, biz ham birinchi kursimizdan beri o'sha jonli san'atga ancha nima deydi, mehr qo'ydik. Iloji boricha baribirga ham nima deydi, o'sha teatrdan chiqa olmay qoldik. Ha. Ustozimiz bilan Endi siz kulmayli, siz bolaligingiz o'sha yerda o'tgan boshqa yigitlar. Yo'q, hammamiz. Hammanglarmi? Qizimizchi? Bunga ham yoqdimi endi? Bu yerdagi partnyor bilan janjal qilmadimi? Kim? Musallammi? Kim? Sochini yulmadimi? Men o'ynayman. Ha. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Oriyat dono radiosini tomoshabinlariga, eshituvchilariga shuni aytib o'tishim kerak. Nabarot Zulfiya opam, Zulfiya Umerova va Mehribekjonova meni juda ham katta menga yordam berishdi, meni qo'llab-quvvatlashdi. Ularni yordami juda katta bo'ldi teatrda, chunki teatrda meni tanishim yo'q, hech kimni tanimayman, Shahbozga o'xshab u yerda o'smaganman, begona bo'lib kirganman, lekin ular menga yaqinidek bo'lib, meni har doim spektakl paytida ham, premyera paytida ham, keyingi ijrolarimizda ham har doim qo'llab-quvvatlab turishdi. Ularga shu uchun katta rahmat aytmoqchiman. Ularni Rashid Usnatov ustozimizdan keyingi ustozim deb qabul qilganman. Yashang, salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingi ekan. Ular birinchida, siz qolasiz. Yo'q. Rashid domlamiz birinchi, ular domladan keyin. Yo'q, shu to'g'ri bo'ladi. Domlangiz bu yerda qoladi. Siz u yerga borasiz, to'g'ri qilyapsiz hozir, chunki bu doim bora olmaydi yoningizga. Biz ham shunday o'rgatishgan. Shuning uchun hozir ko'cha bilan teatr, ishxona boshqa deb tushuntiryapmiz domlalar. Biz o'sha yerda ishlaymiz-ku. Biz bu yerda boshingizni silab o'tiribmiz institutda. Bolam, chaqam, qizim, o'g'lim u yer beshafqatligini ko'rdingiz-a? Shafqatsizmi? Ko'rdik. Ha, eplamadingizmi? Keyingi Erkalatadigan og'a yo'q. Og'a yo'q. Ha, o'rningizga o'rin keyingi dublyor chiqib ketaveradi. Yotlab domlamizni qadriga yetdik. Eng asosiysi Bahodir aka haqiqatan ham mana shu bolalarimizni bizni rektorimiz professor Nodir Baxtiyorovning boshchiligida mana shunaqa qo'shma, mana shunaqa spektakllar va mana shu filiallarimiz ochilgandan keyin mana ro'y rost men o'zim o'rgatganman. Ro'y rost hech bir shogirdimning oldiga tushib iltimos meni shogirdimni ishga ol deydigan narsa yo'q menda oldindan. Ro'y rostiga mana shu bolalar shu teatrga, o'sha teatrning rahbariyati O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Azim Akamullaxonov, qolaversa bosh rejissyor o'zim shogirdim Dostonjon Haqberdiyevlar va o'sha teatrdagi barcha jamoa bir ovozdan mana shu bolalarimizni ishga oldi. Mana hozir ishlayapti shu teatrda. Baraka topinglar. Men o'zim bolalarimni ko'raveraman. Ular ham bormi ish qilib ichida? Bular ham bor. Nuqul o'zimnikini ko'raman, pichoq otadigan ham meni bolam. Panjara otadigan ham meni bolam. Rahmat, keyingi sahnaga o'tamiz. Chiroq o'chdi, qorong'i bo'ldi, tezlashinglar. Qaysi parda? Qaysi sahna? Endi musiqali drama. Baribir. Musiqali drama deganda buning dramasi ham bo'lishi kerak. Men oldindan shu meni ustozlarim professor Gulchan Muhammedova erlar Volochenkolarning qo'llarida o'qiganmiz. Haqiqatan musiqali dramasi ham bo'lishi kerak. Mana hozir
toza dramatik sahnasini bitta shogirdimizdan bu sahnada haqiqatan ham Haqquli mana shu spektaklni ushlab turadi-da. Sterjini shu. Haqquli bo'lmasa spektakl yo'q. Haqquli bilan Madani ikkalasini sahnasi dramatik. Ortiqov o'ynadimi Haqqulini? Mana Ortiqov ham o'ynadi, teatrdan Ortiqov, bizdan mana shogirdimiz. Azam. Hop, qani? Dramatik sahna. Hop, Yodib bo'ladi. qo'ymanglar qani. Ha. Marhamat. Nechun bunda? Davlatpanoh. Bizning yo'qligimiz vaqtida shayton oralab yuribdi taxt atrofida. Davlatpanoh. Mening ishonchimga dars ketdi Sardor. Nechun tirilishdi? Qaydan tirilishdi? Ado etilmabdi nechuk farmoyish? Oq masjidga yetmay O'ldirilganida. Birinchi ko'rishim. O'lgan odamlarning adashmay uyga qaytib kelishim. Onangiz xalaqit berdilar tag'in. Yo'ldan ozdirganlar mahramlarimni. Nahotki bilarding? Davlatpanoh. Afsus bilardim. Ammo qo'lim dodxo qisqalik qildi. Vaqt o'tgan edi bilganim zamon. Mana bunisini bilardim olddan. Uchrashuvlarni maxfiy go'laqda. Demak, Shoshilmangiz aziz Davlatpanoh. Oldindan aytmadim buni atayin. O'z ko'zingiz bilan ko'ring degandim. O'sha dono onangizning qilmishlarini. yetar. Bas. Davlatpanoh, sohib Qur'on. O'sha mening shubhalarim rost chiqyapti. Ishonmovdingiz dalillarimga. O'sha ablah, Mahmur Gulxani Xoziq, ularning tili bir malikam bilan. Onangiz sultonni xon ko'tarmoqchi. Sevimli kenjasi Sulton Mahmudni har kuni ko'raman muhorabada, qal'a orqasida navkarlarini, amir navkarlari bilan baqamti. Sulton Mahmud hibsda. Hibsda? Davlatpanoh uchib kelgan xatga ishonmangasdi. Buxoro tulkisin tag'in nayrangi. Sulton yovimizga qo'shilib ketgan. Shahrisabzni o'zida, Oq saroyda yo'q. Yolg'on bu. Tuhmat bu. Tuhmat? Jallodga buyuring yolg'on bo'lsa gar. Amir arzandasi ukangiz Sulton uni hokim qilib xo'jatga qo'ydi. So'ngra olib bordi Shahrisabzga. Endi va'da qilgan Qo'qon taxtini. Qo'qon taxti dedi unga merosing. Davlatpanoh, sohib Qur'on g'ash ko'radi sizni hamma ukangiz, hatto volidangiz ham. Jallod. Davlatpanoh, Mening qon yalagan razil jallodim. Endi senga mening onam qoldimi? Davlatpanoh, Mamlakat mulkining sultoniyasi, yurtning volidai muhtaramasi. Hammasini berdim sening qo'lingga. Davlatpanoh, Hammasini yeding bitta qoldirmay. Mening eng donishmand mahramlarimgacha. Bitta o'zing qolding. Davlatpanoh, Bitta men qoldim. Yakka mahov bo'lib, yakka yagona. bu qanday haqorat? Bu qanday haqorat, Davlatpanoh? Shunday qaltis kunda butun itligimga, sadoqatimga. Axir bilasiz-ku, yomon ko'radilar meni hokim oyim itlaridan ham. Xususan, bugungi maxfiy uchrashuv ustidan chiqqanim, fosh qilganimga. Axir burchimmasmi yurt xavfsizligi? Qani o'sha maktub? Qani o'sha maktub? Davlatpanoh, qani o'sha maktub? Uydirma maktub, qani Davlatpanoh? Sohib Qur'on, siz qatl eting. Qatl eting Xoziqni hayallamasdan. Qora Mirzani ham, Farruxni ham tez. Yo'qsa kechikamiz. Davlatpanoh, keyin kech bo'ladi. Davlatpanoh, sohib Qur'on, Davlatpanoh.
Yashang, barakalla. Buni ko'rish kerak, tomosha qilish kerak, yigitlarni ko'zini ko'rish kerak. Radio Man spektakl. Mikrofon bilan xalaqit qildim. Bunga qaramoqchi-da. Qarasa, ovoz ketib qolyapti. Kuzatib turibman, chunki shunga o'rganishgan. Mana ovozlashtiradigan odamlar uchun ham tayyor master klass. Albatta, Dublyaj qilib, spektakl qiladigan bo'lsanglar, mana bular mikrofonni ham ishlab ko'rishdi. Bunda ishlar ham qoldi. Bitta ijroimiz qoldimi, nechta qoldi? Yana bitta ijroimiz bor. Qoldi, musiqali qoldi u. Musiqali, Endi Bobirjon bilan gaplashaylik, yoningizdagi sherigingizga ham savol beraylik. Yosh domlamizga ham assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Endi badiiy rahbar doim kiravermaydi, maydalab ishlamaydi, buni ishi ko'p o'zi. Kafedra mudiri majlisga chopadi, konferensiyada borish kerak. Maydalab ishlaydigan siz, gapni ham eshitadigan siz. Uyga boryapsizmi? harakat qilyapmiz uyga borishga. Avvalambor Oriyat Dononi eshitib va kuzatib borayotganlarga assalomu alaykum, xayrli kech. Taklif uchun sizga rahmat. Sog' bo'ling. Uyga borish albatta uyga borib turibmiz har zamonda. Bola ham katta bo'lib qolibdi deng. Bola ham katta bo'lib qolibdi uyga borsam. Albatta hazil. Bu borada men Rashid Usnatovga o'zimni katta minnatdorchiligimni va rahmatlarimni aytaman. Aynan o'sha ishlash jarayoni, siz aytib o'tganingizdek, maydalab ishlash jarayoni haligacha olgan o'zida. Haligacha, chunki ishlagan taqdirimizda ham o'zlari kelib, albatta o'zlari yana ham bir ishlab, o'zlarini elaklaridan o'tkazolmaguncha o'zlari ishonch hosil qilmaydilar. Shuning uchun ko'ngillari to'lmaydi. Shuning uchun endi Xudo Buni xolasa ismini yozamiz-da afishaga badiiy. Xudo xolasa endi bu kurs bitirib ketgandan keyin yangi kurs olsak, nasib bo'lsa, o'sha kursda Xudo xolasa O'z olmoqchimisiz mustaqil? ishlasak kerak. Xudo xolasa. Yashang. Men bejizga bu savolni bermadim, hurmatli tinglovchilar, tomoshabinlar. Bizning institutda boshqacha o'qiladi. Boshqa dargohlar kabi peshindan keyin uyga ketib bo'lmaydi. Hatto 9 da jadval bo'lsa, ustozlari 7:30 ga ham chaqiraveradi, 7 ga ham chaqiraveradi. Va yotib ham qoladigan holatlari bor. Bitta nonni o'rtaga qo'yib, bitta choy damlab kelib ishlayveramiz. Shuning uchun ko'p aytaman tinglovchilarga, bizni dargohimizda soat osilmagan xonamizga va qo'ng'iroq chalinmaydi desam, yo'q-ey deydi boshqa kursda talabalar boshqalarda. Bizni o'quv bo'limimizda bevosita bizni har bir xonamizdan teatr hidi keladigan, pardalari osilgan, o'sha teatrda qanday bo'lsa shunday 3 ta pardasi, kulislar deydi, projektorlar deydi va talaba ijrochi o'qituvchini yonidan kirmaydi. Xuddi teatrga o'xshab orqa tomondan keladi va u azoblar evaziga qilinadigan ish. O'sha yerda birgalashib shu talabalar bilan qaynab bir qozonda yuribmiz. O'sha yerda sochlar oqardi, o'sha yerda qon bosimlar ko'tarildi. O'sha yerdan oldik hammasini deydi-yu, yana o'zingizlarga beramiz buni. Sizlar nimadir qilsanglar biz xursand bo'lib ketamiz deydi. Bizga ustozlar shunday o'rgatishgan va biz ham bilan davomchilari bo'lib boryapmiz. Qisqa reklom, keyingi ariyaga o'tib berasizlar. Oriyat Dono. Davom etamiz aziz do'stlar. Teatr san'ati fakulteti 4-bosqich talabalari, musiqiy teatr aktyorligi bo'limi talabalari, ustozlari Bobirjon hamda Rashid Usnatov mana shu yerdalar. Ketma-ket qo'ng'iroq, o'rtoqlar, xafa bo'lmanglar. Bular ko'pchilik. Yana olib kelgan oq qoramiz o'zimizdan katta. Bular institutni studiyasini ko'chirib olib kelishibdi. 6 kishi ko'tarib keldi buni. Bunga alohida Damas chaqirdinglarmi? Nima chaqirdinglar? Bizda kichkina yo'q ekan, bizda o'rganish apparatlari yo'q shekilli, hammasi rost ekan, katta ekan. Orpa akamga rahmat, buni berib
turganlari uchun yana joyiga buzmasdan olib borib qo'yamiz. Mana shu katta klavishlardan foydalanib, Iroda bizga chalib beryaptilar, ijro qilib beradilar. Mana hozir o'sha eng kulminatsion nuqtada ijro qiladigan joyni ijro qilamiz. Olim aka yozibdilar, Boltayev ijodiylari muvaffaqiyat debdilar. Asl jonli ijodkorlar saviyasi bilinib turibdi deb yozibdilar. Olim aka rahmat, salomat bo'ling. Durdonaxon yozdilar yuqorida, rahmat, omon bo'lsinlar. Erkin aka Mansurov yozdilar, jamoat jam ekan dedilar. Ha, faqat siz kamsiz aka. Aka hamma shu yerda. Diqqat, hozir navbatdagi ariyaga o'tamiz. Keyin vaqt qolsa yana ozgina hamfikr bo'lamiz. Marhamat. Navbatdagimizda ham Bahodir og'a bu yerda haqiqatan ham spektaklning finali o'zimizning tilimizda, ya'ni o'sha Nodira begim Qo'qon xonligi qamalda qolgandan keyin yakka boradi Amirning oldiga va Amir bilan uchrashuv sahnasi. Amir va Nodira begim, marhamat. Xo'p bo'ladi. Nodira begim, siz mening sabrimni o'lchamayapsiz. Bilaman. Va lekin Malika sabr kosasini toshishdan saqlaning, Amir. To'g'ri. Shoiraman. Shoirlar hamisha hamma zamonlarda, hamma tasarruflarda tahqirlanib kelgan zo'ravonlardan. Ayol idrokini faxsh ataganlar. Borliq nafosatu go'zalliklarni. Zo'ravonlar esa o'chib ketadilar. Qalamda yozilgan ojiz bir xatday. Allohni unutib qo'ydingiz, tamom. Shak keltirmang unga. Amir al-Muslimin. Barcha yumushlarim uning nomi bilan, uning e'tiqodi bilan muhayyo. Barchasi. Ularni amirim. O'sha siz tahqir qilgan, siz haqorat qilgan avam kashf etgan. Men uning muborak dilxun nomini 5 vaqt namoz oldi va xutbalarda tilga olishlarini istayman qat'iy. Endi so'nggi so'zim. O'g'limni ko'rsating. Sulton Mahmudni. O'g'lingizni erta Qo'qonda Amir o'rdada qurilgan dorda ko'rasiz. Amir, Sohibqiron. Menga kerak emas Malika boshi. Amir, egib kelgan boshga o'tmaydi qilich. Sohibqiron. Malikani kuzatib qo'ying. Amir, Sohibqiron. Demak, yoqib tugatamiz. Erta Qo'qonni. Amir! Sohibqiron. Amir. Ro'zg'orim o'tguchdir.
ko'rsam edi. Yüzü gülü qoshi kaman, ko'zlari nergiz, bahoru yosmonimni tushimda ko'rsam edi. Labimga keldining vaslini tilab, jonima balo qilganimni tushimda ko'rsam edi. Hamisha bulbuli tabim fig'onu zor etar, kiyorazi chamanimni tushimda ko'rsam edi. Kiyorazi chamanimni tushimda ko'rsam edi. Ko'rsam edi. Yashaylar, rahmat, ofarin, tasanno, sallamno, oriyat dono. Omon bo'linglar. Rashid og'a xormesterning o'rni musiqali teatrda qanday? Xormesterning o'rni juda kerak va zarur. Aha. Chunki bizda institutimizda haqiqatan ham yaxshi an'ana o'sha muqimiy teatrning butun orkestr, simfonik orkestr jamoasi ham bizda ko'z tegmas bosh o'sha dirijor ham biz bilan ishlaydi. Akmal To'rayev, Akmal To'rayev. Qolaversa bosh xormestr ham biz bilan Olimjon Komiljonov, Ulug'bekjon Komiljonov hammasi mana billamiz, birga ishlayapmiz. Shuning uchun ham bu musiqali dramada haqiqatan ham xorlarni ham o'zlari ijro qiladilar. Ariyalarni ham, duetlarni ham, triolarni ham, kvartetlarni ham o'zlari ijro qiladi. Hozir hamma tomosha qildi. Juda ham soz Nurzoda Mashrabov yozibdilar. Zo'r-ku, qisqa bo'lsa ham teatrga tushgandek bo'ldim. Omad debdilar, hammanglarga debdilar. Rahmat Bahodirjonda yozganlar bor ekan. Rahmat, omon bo'lsin. Niyatimiz o'zi shunday edi. Ozgina bo'lsa-da spektaklga tushganday qilish edi fikrimiz va borib ko'rsanglar bo'ladi. Muqimiy teatrda mana ertingda yana diplom spektakli yana ijrolarimiz bo'ladi. Albatta. Institutimizda ochiq eshiklar kuni bo'ladi, spektakllar namoyishlari bo'ladi. Bu 27-sanamizda teatr kuni munosabati bilan ochiq eshiklar kuni bo'ladi. Hamma teatrlarimizda bir hafta namoyish bo'ladi, bepul bo'ladi, tekin bo'ladi. Ana o'sha joylarga boringlar, ko'ringlar, tomosha qilinglar. Bu jonli, odam maza qiladigan. Hozir bular aytayapti, ichim bilan o'sha yoqqa kirib ketay deb spektakl kuni yig'latdingiz-da, oxirgi xor bilan yig'latdingiz. Albatta. Chunki yana bir aytib o'tadigan muxlislarga bu spektaklimiz shu muqimiy teatrida repertuarida ketyapti hozir. Hozir kiritilgan. Kiritilgan repertuarda bo'lib turibdi. Agar istovchilar bo'lsa, o'sha repertuarni tomosha qilib ko'rsa, o'sha kunida borishi mumkin.
Ana o'sha yaxshi. Mana bugun ozgina qisqacha ko'rdinglar, parcha eshitdinglar. O'zi bus-butun nima, qanday bo'ladi? O'sha teatr olami bilan borib ko'raman desangiz, borib ko'ring. Chiroqlar, musiqalar, dekoratsiyalar, boshqalar o'shalar bilan borib yana ichiga kirishingiz mumkin bo'ladi, uni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Dasturimiz poyoniga yetyapti aziz do'stlar. Endi yaxshi narsa tez tugab qoladi deydi-yu. Asali ham, shakari ham ozi shirin. Shuning uchun mana tilaklarga, izhorlarga navbat beraman. Hammangizga yoppasiga 3 daqiqa. Ma'lum gapirsam. Marhamat. Sizlarga mumkin. Sizlarga mumkin. Shuncha ariyadan keyin gapiradi. Marhamat. Shu fursatdan foydalanib har doim domla haqida gapirganimda yig'i keladi. Biz meni ham yig'lataverasiz. Barib gapiraman. Shu fursatdan foydalanib Gapiraver. Rahmat demoqchisan, seni katta sahnaga olib chiqqani uchun ustozingga. Domlamizga. Rashid Usnatovga rahmat demoqchiman. 4 yil bizga otalik qildi. Bobur aka. Iroda opam. Biz vodiyligimiz, ko'pchiligimiz vodiy, vohalik. Toshkentda Iroda opam onamiz bo'ldi. O'g'a otamiz Iroda Bobur akam akamiz bo'ldi. Bitirib ketyapmiz. Bitiruvchimiz tarixda qoladi. Rahmat demoqchi. Hammamiz yig'latding-a. Hammamiz yig'latding. Videoni bitta ko'ringlar. Hammasi yig'lab o'tiribdi. Menga ham o'tib ketdi o'sha narsa. Yomonda bu. Bir-biriga o'tib ketadigan narsa. Mana men ham zo'rg'a o'tiribman hozir, chunki dildan chiqqan gapda bu. Yurakdan chiqqan gap bo'lgani uchun to'g'ri yetib ketdi. Haqiqatan ham shu bizlarning oliygohning o'ziga xosligi ham shunday. Ha. Biz talaba tarbiyalamaymiz. Biz shogird, haqiqiy shogird, ijodkor. Farzandimizday ko'ramiz. Shuni bolalarimiz ham his qiladi. Bu qizlarimiz, bolalarimiz. Shuning uchun farzandimizga nimani urag'ol ko'rsak, shuni ko'ramiz. Avvalo niyatlari uchun rahmat, marhamat. Boshqa shogirdlarimiz ham niyatlaringizni bemalol. Qisqa lo'nda qolganlar ham gapira olmaydi hammasi. Hammanglarga rahmat aziz do'stlar. Fursatimiz poyoniga yetyapti. Kelganinglar uchun tashakkur, ming rahmat. Qolganini institutda, teatrda davom ettiramiz. Salomat bo'linglar. Xayr. Qarsanglar. Hozir Guldaston